Mana aziz do'stlar, Buxoro amirining amirlikning yuqori parlament o'tkazadigan, maslahat o'tkazadigan joyi mana shu yer. Bu yerda beklar turadi. Tepalarda, balandlarda Qushbegi mingboshi, vazirlar, mana amirlik taxti. Xo'p, amirlik taxti 1669-yili Nurotalik ustalar tomonidan qurilgan. Mana shu tagiga marmar tosh qo'yilgan. Ta 1920-yillargacha Buxoro amirlarining taxtiravoni bo'lib o'ylashgan. Mana opam o'z boshiga kuladi. Hindistondanmi deyman. Mana aziz do'stlar, ganchlik qilib, o'ymakorlik qilib ustini perikirda qilib jopgan zamonaviy tilda aytganda qanday burusgan, panoramov qanday bo'lgan endi. Xudoga ayon, bizga ayon emas. Mana ajoyib joy.